Assalomu alaykum. Sizlar bilan Essential Grammar in Use kitobini o'rganishda davom etamiz. Bugungi darsimizda demak 21-unit isdan, wasdan passive 1. Demak, bajarildi, bajarilgan edi. Demak, majhul nisbat. Birinchi dars bilan tanishar ekanmiz. Xo'p. Demak, majhul nisbat qanaqa, o'zi nima o'zi deb savol bersak, o'zbek tilida majhul nisbat harakatning bajaruvchisi noma'lum bo'lgan nisbat, bu majhul nisbat deyapti. O'zbek tilida grammatikada shunaqa deyapti. Xo'p, bu nima degani? Bu degani, demak, quyidagi gaplarimizda, ya'ni uy har kuni tozalanadi. Xo'p, gullar har kuni sug'oriladi. Bu yerda o'sha sug'oriladi, tozalanadi degan demak fe'lni, gapni egasi ma'lum emas, ya'ni bajaruvchisi ma'lum emas. Shu gaplarimiz majhul nisbat bo'ladi. Demak, o'zbek tilida aniq nisbat bor, majhul nisbat bor. Aniq nisbat qanaqa nisbat? Aniq nisbatda fe'lni, harakatni bajaruvchisi ma'lum. Ya'ni Jasur gullarni har kuni sug'oradi. Jasur gullarni har kuni sug'oradi. Bu yerda Jasur sug'orish degan fe'lni bajaruvchisi, ya'ni demak egasi. Demak, bu gapimiz aniq nisbat bo'ladi. Yoki demak ko'cha har kuni uzr so'rayman, har kuni demak ishchilar ko'chani tozalaydi. Demak, ishchilar bu yerda demak tozalash degan fe'lni demak egasi bo'lyapti yoki harakatning egasi bo'lyapti. Shuning uchun bu gapimiz aniq nisbatli gap bo'lyapti. Ingliz tilida ham xuddi shu qoida demak rioya qiladi. Xo'p, ingliz tilida demak aniq nisbatda biz active, ya'ni active voice deymiz yoki AV deb qo'yishadi qisqartirib. Demak, majhul nisbatda bo'lsa passive voice deymiz. Ya'ni demak majhul nisbat. O'zi passive degani o'zi sust degani, ya'ni passive degani sust, qanaqadir demak biron narsa sust holatda bo'ladi, masalan kuchsiz shunaqa holatda bo'ladi. Passive degan so'zning ma'nosi shunaqa. Endi o'zbek tilida grammatikadagi ma'nosi demak majhul nisbat degan ma'nosi bor ekan. Demak, aktiv uchun teskari, ya'ni energiyaga boy, ya'ni kuchga to'la degan ma'noni anglatadi o'zi so'z. Bu yerda endi aniq nisbat degan ma'noni anglatyapti. Xo'p, gaplarda bir boshdan o'qib tarjima qilamiz. Demak, the office is cleaned every day. The office is cleaned every day. Ofis har kuni tozalanadi. Ofis har kuni tozalanadi. E'tibor bersanglar, bu yerda ham majhul nisbatda, ya'ni passive voice'dagi hozirgi zamondagi gap bo'lyapti, ya'ni odatiy ish harakat bo'lyapti. Harakatni bajaruvchisi noaniq. Ya'ni harakat bu yerda clean. Endi buni bajaruvchisi noaniq. Shuning uchun bu gapimiz passive voice bo'lyapti. Xo'p, the office was cleaned yesterday. The office was cleaned yesterday. Demak, ofis kecha tozalangan edi. Ofis kecha tozalangan edi. Bu gapimiz majhul nisbatdagi gap, faqatgina o'tgan zamondagi majhul nisbatdagi gap bo'lyapti. Bu yerda ham gapimiz bajaruvchisi, ya'ni ish harakatda deylik, harakatni bajaruvchisi noma'lum. Shuning uchun bu yerda ham passive voice bo'lyapti. Endi buni aktivi qanaqa bo'ladi? Demak, aytaylik, tozalovchi odam yoki aytaylik birorta bir aytaylik sattor har kuni ofisni tozalaydi degan gap tuzsak. Sattor har kuni ofisni tozalaydi. Bu yerda harakatni bajaruvchi sattor, ya'ni egasi. Tozalaydi endi fe'l, o'sha harakat bo'ladi. Bu gapimiz demak aktiv, ya'ni aniq nisbatdagi gap bo'lyapti. Xo'p, demak nisbatlarda bu yerda ko'ryapmiz, zamonlarda tuslanar ekan, ya'ni o'sha gapimiz o'tgan, hozirgi, davomiy, har xil zamonlarda bo'lishi mumkin ekan. Demak, birinchi gapimiz bu yerda ko'rganimiz hozirgi zamondagi, ikkinchi gapimiz bo'lsa o'tgan zamondagi majhul nisbatdagi gap bo'lyapti. Pastga tushamiz. Compare active and passive deyapti. Demak, active voice bilan passive voice'ni taqqoslang deyapti. Xo'p, somebody cleans the office every day. Somebody cleans the office every day. Kimdir har kuni demak ofisni tozalaydi. Kimdir, bitta somebody
clean tozalaydi. Somebody demak birlikda anglatgani uchun, ya'ni singular noun bo'lgani uchun bitta fe'limizga s qo'shimchasi qo'shamiz. Biz bilardik. The office every day bitta demak gapimizni qolgan yoki to'ldiruvchi qismi bo'lyapti. Kimdir xonani, ofisni har kuni tozalaydi. Bu active voice ya'ni aniq nisbatdagi gap bo'lyapti. Endingisi bo'lsa, ikkinchisi bo'lsa, the office is cleaned every day. The office is cleaned every day. Demak, ofis har kuni tozalanadi. Office har kuni tozalanadi. Bu yerda ko'ryapmiz, tozalanadi degan fe'lni bajaruvchisi noaniq. Shuning uchun bu mashhur nisbatdagi gap bo'lyapti. Endi ikkinchi bir qoida. Xo'p, demak, aniq nisbatdagi gaplarda subject, ya'ni somebody bitta subject bo'lyapti. Gapimiz egasi. Ya'ni somebodyni o'rnida aytaylik, olmoshlar bo'lishi mumkin. Misol uchun I, he, she, itlar bo'lishi mumkin, theylar bo'lishi mumkin yoki ismlar aytaylik, Jasur, Sherzod va hokazo. Yoki biror bir nom bo'lishi mumkin. Aynan ism bo'lmasligi mumkin, aytaylik, biror bir hayvonning nomi yoki qanaqadir bir jonsiz narsa bo'lishi mumkin. O'sha narsa biror bir harakatni bajaradi. Aytaylik, Jasur tozalaydi. Yoki mashina aytaylik yuradi. To'g'ri? Misol uchun yoki idish yuvadigan mashina idishlarni yuvadi. Kir mashina kirlarni yuvadi. Bu yerda harakatni bajaruvchi demak kir mashina bo'lyapti, yuvadi. O'sha kir mashinaga tegishli bo'lgan fe'l bo'lyapti. Bu active voice dagi gap bo'ladi. Ya'ni active voice'imizda bajaruvchi bo'ladi va bajaruvchini ish harakati bo'ladi. Ya'ni harakati bo'ladi. Demak, fe'lni bajaruvchi aniq bo'ladi. Endi bu yerda demak clean degan fe'lni bajaruvchi somebody. Ya'ni amalga oshiruvchisi, mana shu fe'lni bajaruvchisi somebody, ya'ni kimdir bo'lyapti. Endi ikkinchi gapimizda bo'lsa, the office is cleaned every day. Demak, xona har kuni tozalanadi. Mashhur nisbatdagi gap. Endi birinchi gapga qaytadigan bo'lsa, somebody cleans the office, ya'ni kimdir xonani tozalaydi. Bu yerda xona bitta to'ldiruvchi bo'ldi. Ko'ryapsiz? Ya'ni gapimizda object qismi bo'ldi. Endi o'sha demak gapimiz object qismi bu yerda ham o'zi aslida o'tib turib, ya'ni mashhur nisbatda bu objektimiz demak subjectga aylanib qolyapti. Ya'ni gapimiz subjecti va is cleaned every day bo'lyapti. Lekin bu gapimizda o'sha objektimiz demak ish harakatni o'ziga qabul qilib oluvchi deyiladi. Bu nima degani? Aytaylik, xona tozalanadi, ya'ni ish harakatni xona qabul qilyapti. Tozalanish ish harakatini xona qabul qilyapti. Tushunarlimi? Endi sizlarga bitta narsani ko'rsataman. Xo'p, oddiy aytaylik sun'iy intellektdan, ya'ni ChatGPTdan so'rab ko'radigan bo'lsak, active voice farqi nima yoki passive voice farqi nima degan savolda. Aytayaptiki bu misol uchun kattalashtiraman biroz. In active voice sentence, ya'ni active aniq nisbatdagi gapda the subject performs the action of the verb. Ya'ni ega demak fe'lni harakatini bajaradi. Ya'ni demak ega harakat ish bajaradi deyapti. The subject performs the action of the verb. Demak ega ish bajaradi, fe'lni harakatini bajaradi. The structure of an active voice sentence typically follows this pattern. Demak aniq nisbatdagi gapni formulasi quyidagi demak formulada ishlatiladi. Ya'ni gapda subjekti, verb, ya'ni objekt bo'ladi. Biz bilardik, bu istagan demak grammatikada oddiy gaplar tutsak, misol uchun men maktabga boraman, men xonani tozalayman. Bu yerda ko'ryapsiz, demak subject men, xona demak tozalayman, bitta verb bo'lyapti. Xonani demak gapimizda objekt qismi, to'ldiruvchi qismi bo'lyapti. Demak ko'ryapmiz, subject biror bir ish harakatni bajaradi. Misol uchun examplelar, misol uchun the cat chased the mouse. The cat chased the mouse. Ya'ni mushuk sichqonni quyladi. Mushuk sichqonni quyladi. Bu yerda mushuk gapni egasi quyladi. Fe'li, gapni fe'li va sichqon, ya'ni sichqonni degan so'zimiz esa gapimizni to'ldiruvchisi bo'lyapti. Ya'ni bitta chase degan fe'l demak mushukka tegishli. Shu mushuk shu fe'lni bajaradi deyapti. Tushunarlimi? Yoki the chef cooked a delicious meal. The chef cooked a delicious meal. Ya'ni power yoki oshpaz shirin ovqat pishirdi.
oshpaz shirin ovqat pishirdi. Ya'ni pishirdi degan fe'limizning egasi, ya'ni bu yerda chef bo'lyapti. Shu pishirdi degan fe'limiz chef tomonidan bajarilyapti. Tushunarlimi? Ya'ni shirin ovqat albatta gapimiz to'ldiruvchisi bo'lyapti. Bu aniq nisbatdagi gap. Endi passive voice gap qanaqa bo'ladi? Passive voice gapni qoidasini o'qib tarjima qilaman. In passive voice sentence, the subject is a recipient of an action rather than the performer. Demak, mashhur nisbatdagi gapni egasi, demak, asosan ish harakatni qabul qiluvchisi deyapti. Ya'ni o'sha ish harakat o'sha egaga nisbatan bo'ladi deyapti. O'sha ish harakatni ega qabul qilib oladi deyapti. The action is performed on the subject by someone or something else. Demak, ish harakat gapdagi o'sha fe'l boshqa bir kimdir tomonidan yoki biron narsa tomonidan bajariladi. Demak, gapimizdagi subject o'sha ish harakatni bajarmaydi deyapti. Ya'ni gapda bilamiz fe'l va subject bo'ladi va gapda qanaqadir bir qismi bo'ladi. O'sha gapdagi fe'lni gapdagi subject bajarmaydi deyapti. Endi u bajarish gapda boshqa bir something yoki someone tomonidan bajariladi deyapti. The structure of passive voice quyidagicha deyapti. Ya'ni yasalish quyidagicha. Subject, misol uchun form of to be deyapti. Ya'ni form of to be degani zamonga nisbatan aytyapti. Yo hozirgi zamondagi, demak davomiy zamondagi yoki o'tgan zamondagi shakli va past participle deyapti. Past participle degani fe'limizning 3-shakli, ya'ni verb 3 shakli. Va ko'pincha yoki ba'zi hollarda demak by degan agent o'sha bajarishni gapni oxiriga qo'yadi. Buni biz keyinroq gaplashamiz. Xo'p, demak yasalishi the mouse was chased by the cat. The mouse was chased by the cat. Demak, the mouse degani demak bu yerda sichqon mushuk tomonidan quylandi. Sichqon mushuk tomonidan quylandi. Demak, bu yerdagi gapning subjecti o'zi mouse. Endi was chased degani quylandi. Demak, sichqon quylamayapti, endi quylandi deyapti. Mushuk tomonidan quylandi. Orqasidan ta'qib qilindi degan ma'noda. Tushunarlimi? Endi bu chase degan fe'lni bajaruvchisi by the cat, ya'ni mushuk tomonidan. Bu cat degan agent deyiladi. Endi bu ya'ni bajaruvchisi ishni o'sha fe'lni bajaruvchisi tomonidan bajarildi. The mouse subject, demak was chased demak to be keyin past participle chased verb 3 shakli va gapimiz agent. Yoki a delicious meal was cooked by the chef. A delicious meal was cooked by chef. Demak, shirin ovqat, taom, demak, povar tomonidan pishirildi. Demak, ovqat bu yerda gapimizning subjecti, a delicious meal, shirin ovqat gapimiz subjecti, shu yergacha gap subjecti, ikkita so'z va pishirildi gapimizning fe'li va bu fe'l ovqat tomonidan bajarilmayapti. Bu fe'l demak gapimizning chef tomonidan, ya'ni agent tomonidan bajarilyapti. Shunaqa farqi bo'ladi. Endi kitobga qaytamiz. Ya'ni somebody cleans the office every day. Kimdir har kuni demak ofisni tozalaydi. Bu yerda ko'ryapmiz, somebody gapning egasi. Harakatni clean degan harakatni bajaruvchi. Endi the office is cleaned every day. Ofis har kuni tozalanadi. Endi ofis o'zini o'zi tozalamaydi. Ofis demak tozalanadi deyapti. Bitta gapning egasi noma'lum va ofis o'sha tozalanishni qabul qilib oladi deyapti. Ya'ni o'zini tozalattiradi demoqchi. Tushunarlimi? Yoki ikkinchisi somebody cleaned the office yesterday. Bu gapimiz o'tgan zamondagi bo'lyapti. Bu gapni o'tgan zamoni kecha kimdir ofisni tozaladi. Aniq nisbatdagi gap. Endi buni o'tgan zamonga o'giradigan bo'lsak, biz demak yasalishini aytamiz. The office deymiz. Office birlik, ya'ni birlikdan keyin biz yo was olamiz. Ko'plik bo'lsa were olamiz. Demak, subjectimiz birlik bo'lsa was, ko'plik bo'lsa demak were olamiz va verbni 3, demak verb 3 shakli, cleaned. Verb 3 shakli. Bu yerda agar verbimiz regular to'g'ri fe'l bo'lsa ed qo'shamiz, agar noto'g'ri fe'l bo'lsa biz noto'g'ri fe'llar jadvalidan 3-shaklini olamiz. Tushunarlimi? Demak, xona kecha tozalandi. Xo'p, yasalishini aytamiz yana boshqatdan. Passive voice gaplarimiz demak, bu yerda subjectga nisbatan demak to be qo'yiladi. Gapimiz agar presentda bo'lsa is yoki are qo'yiladi va fe'lda 3-shakli, agar noto'g'ri fe'l bo'lsa, noto'g'ri fe'llar jadvalidan 3-fe'llarni olamiz. To'g'ri fe'l bo'lsa ed qo'shamiz va gapda qolgan qismi. Bu yerda ham misol uchun subject bo'lyapti va gapimiz o'tgan zamonda bo'lgani uchun to be ni is the was qilyapti. Nimaga was qildik? Sababi office birlik, ya'ni singular noun.
Undan keyin fe'lni 3-shakli. Fe'limiz to'g'ri fe'l ekan, id qo'shdi va gapni qolgan qismi bo'lyapti. Demak, qolgan gaplarni o'qib tarjima qilamiz. The passive is demak majhul nisbat demak shu ekanki, present simple da misol uchun yasalishni aytayapti. Demak is, are, am bo'ladi. Past simple da bo'lsa was yoki were bo'ladi. Agar negativ bo'lsa, o'sha demak fe'llardan demak bu to be lardan keyin not keladi deyapti. Va past participle deyapti. Fe'lda 3-shakli deyapti. Misol uchun cleaned, invented, injured yoki bajarildi, built, taken degan fe'llarimiz bo'ladi. Demak bu fe'llarimiz noto'g'ri fe'llar, bu fe'llarimiz to'g'ri fe'llar, id qo'shilyapti. Yasalish shunaqa. Subject to be, negativ bo'lsa not va fe'lda 3-shakli bo'lyapti. The past participle of regular verb is ed deyapti. Demak fe'lda 3-shakli to'g'ri fe'lda id qo'shilish orqali yasaladi deyapti. Misol uchun clean, cleaned, damaged, damaged bo'lyapti. For a list of irregular past participle, done, built, take, appendix 2-3 bo'limida demak bu fe'llar jadvali bor. Ya'ni biz bilardik, kitobimizni adashmasam quyidagi betida, ya'ni 244-betida mana fe'llar jadvali bor, noto'g'ri fe'llar jadvali. Biz endi 3-ustundagi bu tomondagi, ya'ni past participledagi fe'llarni olamiz. Xo'p, misol uchun done, built bular 3-shakli. Gaplarni o'qib tarjima qilamiz. Butter is made from milk. Butter is made from milk. Demak, yog', ya'ni sari yog' desak bo'ladi, sutdan tayyorlanadi. Is made degan tayyorlanadi. Bu yerda ko'ryapmiz, subject bitta butter, subject birli bo'lgani uchun is olyapmiz va made fe'limiz 3-shakli, make da 3-shakli made bo'ladi. From milk, sutdan. Demak, gapimizda qolgan yoki to'ldiruvchi qismi bo'lyapti. Endi ish harakatni bajaruvchisi bitta ma'lum emas, to'g'rimi? Ya'ni butter demak yasashni bajarmaydi, ya'ni olinadigan ma'noni bildirmaydi. Bu o'sha nimani demak qabul qilib oluvchisi butter tushunarligi, recipient bo'lyapti. Subject bu ish harakatni bajarmayapti tushunarligi. Oranges are imported into Britain. Oranges are imported into Britain. Demak, orange degan meva bor, nima apelsin deydi. Apelsinlar xo'p Britaniyaga import qilinadi. Apelsinlar Britaniyaga import qilinadi. Bu yerda oranges qanaqa noun? Plural noun, ya'ni ko'pli yot. Shuning uchun are oldik va ardan keyin fe'limiz 3-shakli, fe'limiz to'g'ri ekan, ed qo'shdik, ya'ni imported qildik. Into Britain, Britaniyaga degani. Into bata preposition, into degan ga degan preposition va Britaniyaga ma'nosida kelyapti. Gapimizni to'ldiruvchi yoki qolgan qismi bo'lyapti. Demak, oranges demak batta ish harakati egasi emas, bu ish harakatni qabul qilib oluvchisi tushunarligi. Ish harakati egasi noma'lum bu yerda. Ko'ryapsiz, noma'lum. Xo'p. How often are these rooms cleaned? How often are these rooms cleaned? Demak, qanchada bir bu xonalar tozalanadi deb tarjima qilsak bo'ladi. Ya'ni qanchalik tez-tez yoki bu xonalar tozalanadi. How often bilan, ya'ni WH bilan savol tuzyapti. Xo'p, how often are these rooms cleaned? Bu yerda ko'ryapmiz, majhul nisbatda savol yasashni ko'ryapti. Demak, savol yasashda ko'ryapmiz. Birinchi bo'lib WH bilan yasasak, shunchaki WH, keyin to be va gapni subjecti bo'lyapti va gapni 3-shakli bo'lyapti. Ya'ni fe'lda 3-shakli bo'lyapti. Xo'p, yoki bo'lmasa to be, aytaylik am, is, are yoki was yoki were, keyin gapni subjecti va gapni fe'li, 3-shakldagi fe'li. Keyin gapimiz I am never invited to parties. I am never invited to parties. Men hech qachon demak bazmlarga taklif qilinmayman yoki men hech qachon bazmlarga taklif qilinmayman. Bu yerda ham ko'ryapmiz, majhul nisbatdagi gap bo'lyapti. I ga nisbatan am da oldik. Never hech qachon bitta ravish bo'lyapti. Xo'p, invited fe'limiz 3-shakli, to parties demak gapimiz to'ldiruvchi qismi bo'lyapti. Bu yerda ko'ryapmiz, I degan narsa, I degan olmoshimiz bu invite degan fe'lni bajarmayapti. Ya'ni I invite demayapti. Bu invite degan fe'lni qabul qilib olyapti. Ya'ni recipient bo'lyapti. Tushunarligi? Shuning uchun majhul nisbatdagi gap bo'lyapti. Xo'p, this house was built 100 years ago. This house was built 100 years ago. Bu uy 100 yil oldin qurilgan edi. Bu uy
100 yil oldin qurilgan edi. Demak, bu yerda this house gapda subjecti va was bitta to be o'tgan zamonni, ya'ni is o'tgan zamoni was nimaga oldi? Sababi this house singular noun, build verb 3 shakli, noto'g'ri fe'l. Ya'ni noto'g'ri fe'lda build 3 shakli build bo'ladi. 100 years ago gapda qolgan qismi. These houses were built 100 years ago. These houses were built 100 years ago. Bu uylar 100 yil oldin qurilgan edi. Bu uylar 100 yil oldin qurilgan edi. Endi xuddi shu gapni ko'plikdagi qilib qo'yapti. Ya'ni these houses, bu uylar qanaqa ot? Ya'ni plural noun bo'lyapti. Ko'plikdagi ot. Va ko'plikdagi bo'lgani uchun biz were olyapmiz. Ya'ni was'da ko'plik shakli were bo'ladi va fe'limiz 3-chi shakli. 3-chi gap. When was the telephone invented? When was the telephone invented? Qachon telefon ixtiro qilingan edi? Qachon telefon ixtiro qilingan edi? Ko'ryapmiz WH'li question. Birinchi WH, keyin was'da nimaga nisbatan oldik? Telefonga nisbatan oldik. Telefon singular noun bo'lgani uchun was oldik. Was, keyin gapimizda subjecti va fe'limiz gapimizda verb 3 shakli bo'ladi. We weren't invited to the party last week. We weren't invited to the party last week. O'tgan hafta bazmga taklif qilinmagan edik. O'tgan hafta bazmga taklif qilinmagan edik. Ya'ni biz bitta subjective we bo'lyapti. We ko'plik, ya'ni plural noun bo'lgani uchun were bo'lyapti va gapimiz negativ gap bo'lgani uchun were dan keyin not va were bilan not qisqartirib weren't deyapti. Fe'l gapimizning fe'li, ya'ni invite va uni demak id qo'shilgan shakli 3-chi shakli. Demak to the party last week bu gapimizni to'ldiruvchi qismi bo'lyapti. Hop. Was anybody injured in the accident? Was anybody injured in accident? Avtohalokatda kimdir jarohatlandimi yoki biror kim jarohatlanmadimi yoki jarohatlandimi deganda, demak was anybody injured in accident. Demak avtohalokatda biror kim jarohatlandimi degan ma'nodagi gap. Anybody bitta singular noun bo'lgani uchun, birlik ot bo'lgani uchun was'da oldi. Was birinchi, undan keyin gapimizni demak subjecti, injured gapimizni fe'li 3-chi shakli va in the accident bu gapda qolgan qismi bo'lyapti. Yes deyapti, endi savolga nisbatan javob beryapti. Yes, two people. Qaranglar, javobda ham demak mashhur nisbatda beryapti. Two people were taken to hospital. Ha, ikkita odam demak shifoxonaga jo'natildi, ya'ni ketdi, olib borildi degan ma'nodagi gap. Bu yerda two people ko'plik, ya'ni plural noun bo'lgani uchun biz unga nisbatan were degan demak to be ni oldik va fe'limizni 3-chi shakli, noto'g'ri fe'l bo'lgani uchun, ya'ni take 3-chi shakli took bo'ladi. Take, took, taken bo'lyapti. Took emas, taken bo'ladi, sorry. To hospital demak gapimiz to'ldiruvchi qismi bo'lyapti. Endi C bo'limiga o'tamiz. Was, were, born degan demak instruction, ya'ni yoki demak phrase o'rganamiz. Biz bilardik qachon tug'ilgansan degan gapni I was born in 2003, in 2000 degan gaplar borib, qachon tug'ilgansan degan savolga demak mana u yerda tug'ilganman degan javobda ham o'zi aslida passivda, ya'ni mashhur nisbatda yasaladi. Xuddi shu narsani endi mana bilib olamiz. Ya'ni was, were, born. Bitta was, were, keyin born fe'li 3-chi shakli bo'lyapti. Ya'ni I was born in Berlin in 1993. I was born in Berlin in 1993. Men Berlinda 1993-yil tug'ilganman. Men Berlinda 1993-yil tug'ilganman. Ko'ryapsiz, bu yerda I was born deyapti. Va qaranglar, bu gapimiz demak tug'ilganman, o'tgan zamondagi gap bo'lyapti, lekin siz aytsangiz ham bo'ladi. Ya'ni siz tiriksiz, aytsangiz bo'ladi. Endi bunda hech qachon I am born demaysiz. Ya'ni men tug'ilaman bo'lib bo'ladi. Unda siz odatda tug'iladigan bo'lib qolasiz, to'g'rimi? Siz o'tmishda tug'ilgansiz, shuning uchun I was born deysiz. Shunday, siz har kun tug'ilmaysiz. Ya'ni bu gapni aytadigan bo'lsa, har kun tug'iladigan bo'lib qoladi. Ya'ni odatiy ish harakatlar uchun bo'lib qoladi, to'g'rimi? I am born bo'lsa, o'rniga I was born deysiz, ya'ni o'tmishda tug'ilgansiz siz. Endi savoli bu qanaqa bo'ladi? Where were you born? Qayerda tug'ilgansiz? Yoki when were you born desa ham bo'ladi. Qachon tug'ilgansiz? Bu yerda where were you born? In Cairo deyapti, ya'ni demak Qohirada deyapti. Cairo bu Misrda poytaxti, Qohira. Inglizlar shunaqa, demak Cairo deb yozadi. C A I R O bilan yozadi. Xo'p. Ne bo'limiga o'tamiz. Passive plus by. Endi by bu dan degan ma'nosi bor, ya'ni tomonidan yoki dan degan ma'nosi bor. Endi
passivdan keyin by kelishini o'rganamiz. The telephone was invented by Alexander Bell in 1876. The telephone was invented by Alexander Bell in 1876. Demak, telefon Alexander Bell tomonidan 1876-yilda ixtiro qilingan. Telefon Alexander Bell tomonidan 1876-yilda demak ixtiro qilingan. Bu yerda telefon demak gapimiz subjekti, ya'ni the cell phone, telefon was demak telefonga nisbatan oldik, sababi birlik. Invented verb 3 shakli, ed qo'shilgan shakli by Alexander Bell. Endi mana qaranglar, endi mana shu by Alexander Bell mana shu actionni bajaruvchisi, ya'ni inventni bajaruvchisi. Shu odam endi invent qildi nimani? Telefonni. Ko'ryapmiz. Bu by ni biz ishlatamiz. Endi o'sha gapdagi fe'lni ish harakatni bajaruvchisini aytishda. Ya'ni bitta bajaruvchisi Alexander Bell deyapti. Tushunarligi? Demak, by shu narsani aytadi. Alexander Bell. Hop. I was bitten by a dog a few days ago. I was bitten by a dog a few days ago. Bir necha kun oldin men demak it tomonidan tishlandim. Bir necha kun oldin men it tomonidan tishlandim degan gap tarjimasi. Bu yerda majhul nisbatdagi gap bo'lyapti. Bu ham passive voice gap. Endi gapimiz egasi I ga nisbatan vaz oldik. Fe'limiz 3-chi shakli. Keyin endi by a dog degani o'sha tishlaganda egasi kim tishlaydi? It tishlaydi. Demak bu ish fe'lni egasi bu. Bu gapni egasi emas, bu fe'lni egasi. Gapni egasi I bo'lyapti. Faqatgina bu ish harakatni kim tomonidan bajarilishi mana tushunarligi va bu bajarilish kimga nisbatan? Menga nisbatan. Demak, ish harakat qabul qilib oluvchisi menman, ya'ni men tishlandim degan ma'noda. Tushunarligi shu majhul nisbat bo'ladi. Few days ago demak gapda qolgan qismi bo'lyapti yoki time expression bo'lyapti. Do you like these paintings? Do you like these paintings? Bu rasmlarni yoqtirdingizmi? Ya'ni yoqtirdingizmi? Yaxshi ekanmi? Chiroyli ekanmi degan ma'noda. They were painted by a friend of mine. They were painted by a friend of mine. Bular meni do'stim tomonidan chizilgan. Bular meni do'stim tomonidan chizilgan. They, ular. Demak, ko'ryapmiz. Ko'plik, bundan keyin were oldik. Painted fe'l va painted kim tomonidan bajariladi? A friend of mine, meni do'stim degani, mening do'stim tomonidan. Endi ko'ryapmiz, bu fe'limizni bajaruvchisi, demak friend of mine. Shuni fe'limizni bajaruvchisini aytish uchun biz demak by degan demak prepositionni qo'yar ekanmiz. Demak, darsimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. E'tiboringlar uchun rahmat. Keyingi darslarda uchrashguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.